Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Arzon mana Matiz kelib qoldi bitta. Bir ko'ringlarchi. Yili 2004-yil ekan. Yurishlari yaxshi, motori, rasxoti yo'q. Endi ozgina ishi bor. Puliga yarasha. Lekin puliga arziydigan mashina. Endi mayda-chuyda unaqa kuzupida ozgina ishlari bor. Bir qator qaratib olsa bo'ladi. Tirikchilikga olingan mashina ekan, yengilroq. Ozgina foyda qo'yib sotishyapti. Yurganlari masofasi 700 ming yurgan ekan. Lekin salonlari yaxshi. Bir qop temirda. Mashinamizni xo'p, balonlari, tishlari ham yaxshi holatda. Narxiga keladigan bo'lsa, $1400 ozgina o'tib beramiz deyapti, generalni chiqaradi. O'zimiz Andijonda mashinasi.